Sharqi Turkistonda irqiy qirg'inchilik jinoyati sodir qilayotgan Xitoy Kompartiyasi Markaziy komiteti Tashqi ishlar ishxonasining mudiri, Tashqi ishlar ministri Wang Yining Turkiya ziyaratiga qarshi Uyg'ur ommaviy tashkilotlari birlashma bayonot e'lon qildi. Dünya Uyg'ur Qurultiy fondi, Uyg'ur Akademiyasi fondi, Sharqi Turkiston tadqiqot fondi jamiyati, Uyg'ur harakati tashkiloti va Uyg'ur tadqiqot markazi birlikda e'lon qilgan bayonotda Xitoyning Sharqi Turkistonda Uyg'ur va boshqa Turkiya musulmonlarga qaratilgan irqiy qirg'inchiligining davomlashayotganligi ta'kidlandi. Bayonotda Turkiya doiralari va jamoatchiligi Xitoyning irqiy qirg'inchilikka qarshi maydonni ifodalashga va Uyg'urlarning talablariga quloq solishga chaqirdi. Şunun bilan birga Sharqi Turkiston tashkilotlar birligi bugun Istanbuldagi Xitoy bosh konsulxonasi oldida namoyish o'rinlashtirdi. Amerika Davlat Majlisi a'zolari Jennifer Waxstone bilan Carlos Jimenez boshchiligida o'tkazilgan Uyg'ur majburiy emgaki mahsulotlarini fosh qilish qonuniga rasmiy tanishtirilgan bo'lib, mazkur qonunga asosan Amerika Osiyo bozoriga kirgan har qanday shirkat Uyg'ur rayonidagi majburiy emgakka chetishlik mahsulotlarga munosabatli barliq uchurlarni tekshirishi va oshkorlashi kerak ekan. Xitoy Tashqi ishlar ministri Chingang bir oyga yaqin yo'qolib ketgandan keyin mansabdan qoldirilgan. Uning huquqini Xitoyning bosh diplomatiya amaldori Wang Yi o'tkazib olgan. Bu o'zgarishlar Xitoy hokimiyatining sirliq, g'alati va yang ichida huquq savdosi qiladigan mohiyatini oshkorlab bergan. O'tgan yili 12-oyda Xitoy Tashqi ishlar ministri bo'lgan Chingang bu yil 6-oyning 25-kunidan boshlab yo'qolib ketgan. Bir qancha muhim xalqaro yig'inlarga qatnashmagan bo'lib, shuningdan tortib xalqaro taratqulardan diqqat nuqtasida bo'lib kelgan edi. Xitoyda turishliq mudofaa shirkatlarining Rossiyaga maxfiy holda nurg'un harbiy aslahalarni sotganligi o'tirg'a qo'yildi. Politico to'rining tadqiqotiga asoslanganda Xitoy shirkatlari 100 millionlagan o'q o'tmas jiletga, qalpoq, shundaqla uchquchsiz aeroplan va termo nishonlag'ich qatorliqlarni vositachi shirkatlar orqali Rossiyaga sotgan. Tadqiqot natijasida Rossiyaning bu yil Xitoydan 100 million dollar qimmatidagi uchquchsiz aeroplanni import qilganligi, bu Ukrainaning Xitoydan import qilgan uchquchsiz aeroplanning 30 hassasiga teng keladiganligi o'tirg'a qo'yilgan. Shuning bilan birga Xitoyning o'q o'tmas jiletkasida ishlatiladigan sopol buyumlarning Rossiyaga eksporti bu yil 69% eshib 225 million dollardan eshib ketgan. O'xshash materialning Ukrainaga eksport qilinishi 61% tavallab 5 million dollarga tushib qolgan. Xitoy Yaponiya davlat mudofaa ministrligining yuqori darajalik muavin ministri Ino Toshironing Xitoyning hujum yuz berib qolsa Yaponiya Tayvanni qo'llaydi degan so'zini Xitoyning ichki ishlariga aralashganlik deb aybladi. Xitoy Tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi Mao Ino Xitoyning ichki ishlariga aralashdi va Xitoy Yaponiya munosabatiga ziyon yetkazdi dedi. Hindiston hukumati Xitoy mashina ishlab chiqarish shirkati BYDning Haydaroboddagi mega qurilish va ul aslahalar bilan hamkorlashib, Hindistonda 1 milliard dollarlik zavod qurish taklifini rad qildi. Xabar qilinishicha, bir Hindiston amaldori bu turning bexatarlik masalasini ko'zda tutib rad qilganligini bildirgan.